Bo'lsin, bugungi birinchi hikoyani shu bir qiz to'rdishimiz so'zlab berdi. Bu qiz 14 yilning oldida Janubiy Shinjongning ma'lum bir yerdagi to'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtida yo'liqqan g'alati ishlarni biz bilan o'rtoqlashibdi. U 2011 yil 11 oyning oxirgi mezgillarga bularning yotoq binosi yangidan silingan ekan. Shunga yotoq binosining ichidagi o'birnini shashidosi ravon bo'lmaganligi uchun ishlatgil bo'lmaydi ekan. Bular odatda o'birniga taloga chiqadi ekanda. Bir kuni yerim kechida bir qiz hojatxonaga chiqish bersanglar deb hikoya so'zlab bergan qizni yana bir qizni uyg'otibdi. Ammo deb bular uchaylan binodan chiqib, shu burungi koni o'birni tarafga qarab mengibdi. 30 metr qolgan vaqtida bular bu deb ovoz chiqaribdi. Chunki u ovoz chiqsa yonadigan gayingdan o'rnatib qo'ygan bir o'birni ekan. Shu vaqtning o'zida bularning hammasi tugdek ko'ribdi. O'birnining oldida 3-4 yoshli chamizdagi bir bola uchta kiyim yo'q holatda shu topini bir kichik yog'liqqa usib, unidan tasqab, işte top o'ynab o'tirgan ekan. Chiroq yo'rg'an shu zamon u bolami maqizlarni ko'rib qilib, jugrab o'birnining chiqib ketibdi. U 11 oyning oxiridagi so'g'oq vaqtda kiyim kiymagan yolg'onch bir kichik bola yerim kechida o'birnining oldida o'ynab o'tirsa, u yerda odamlarni ko'rib qilib, qo'rqib ketib, boshqa tarafga qochmay, qichib o'birnining chiqib ketdi. Hatto aqlga uyg'un emas-ku. Shuning bilan bu qizlarni keyniga burilib qichib yotoqqa kirib jimmida o'tiryapti. Uxlaydi, o'birniga chiqsa bor, chiqaydi, qo'rqidi. Shunday qilib derizdan o'birni tarafga qarab 1 soatdek o'tiribdi. 1 soatdan keyin ikki o'g'il bola hojatxonaga chiqib, shu yerdan chirig'ini yo'ritgan vaqtda bular qarsa, hali kichik bola yo'q ekan. Shuning bilan yotoqdagi qolgan qizlarni uyg'otib, bular 6-7si billa o'birniga chiqib, binib kiribdi. U kuni boshqa ishlar yuz bermabdi. Shu mezgilda bular bilan tang yillikda o'qiydigan bir qiz, shunday bir g'alati bir ishga yo'l qo'yib uyga qaytib ketibdi. Shuning bilan qizlar o'tganda biz bir kichik bolani ko'rib qolgandik. U qizlar qanday bir ishga yo'liqqan bo'g'iti deb qiziqib, shu qizning sinfidagi qizlarni so'rabdi-da, nima ish bo'pti deb. U qizning sinfidagilarni deb berishcha hamdi. Bir kun kechda zishidan yinib, sinfdagi bolalarning hammasi yotoqqa qaytib ketibdi. Bu qiz sinfning chiroqlarini o'chirib, o'z yolg'iz yotoq tarafga qaytib ketib, o'birniga bir kirib, andan biraqli ketaychi yotoqqa deb o'ylab, shu o'birni tarafga qarab mengibdi-da. O'birnining oldiga kelgan vaqtida xuddi bir ko'rinmas qo'l bu qizning putidan tortib yiqitib etgandek, yerga shundoq qattiq yiqilib ketib, bir belik sunib ketibdi. Hamma zonqimi shundoq ig'ir yorilibdi. Shu yerda hushidan ketib yetib qopti. Yotoqdagi qizlar bu palanaja kirmaydi-ku deb saqlab o'tirib yiqib, bir ish bo'lib qolganmidi deb ansirab yotoq boshqaruvchini chaqirib, bular birlikda shu o'birnining oldi tarafga berib izlab qarsa, bu qiz shu yerda hushsiz yotqidek. Maktabdan doktorxonaga avatib, u yerda qo'llarini tongdirib, ota-onasi uyga ketibdi. Shu jarayonda bu qiz har kuni kechda qizib, jo'yilib, shunda bir narsalarni deb uxlayolmaydigan bo'lib qoldi. Shuning bilan bu zot nima ish deb ota-onasi ashadagi yerlik doktorlarni izlab, bu qizimizga nima bo'lgandi deb ko'rsatsa, bu qizonlar shunda pokiz bo'lmagan bir narsaning bolasini dasib yetib qopti. Shunga opasining ochiq kelib, qizonlarga choplashyapti debdi. Shuna qilib u qiz bir necha oy dam olib, ta'til bo'lib, ta'til to'shib yana bir mavsum boshlangan vaqtda maktabga qaytib kelibdi. Bir qitim hikoyani so'zlab bergan qiz bilan g'alati ishga yo'liqqan qiz ikkisining sinfiga birla vaqtda tantarbiya darsi kelib qopti-da. Ikki sinfga birga dars o'tilgan bilan, lekin ularning sinfi o'birni tarafda, qizning sinfi tarafdarak shunday bir harakatlarni ishlab birishlarni qilayotgan ekan. Bir vaqtda o'birni tarafdan qiya-jiya chiqirishgan ovozlar olinib ketibdi. Bular nima bo'lgandi deb jugrab berib shu yerga qarab tursa, heliqi qizning kesil qo'zg'alib qolgan ekan. Yerda deganning tortishib, jaloqishib, titrab, og'izdan ko'piklarga yenib, ko'zdan shunda yo'g'andaydi. Chiroy baq qo'rqinchli bo'lib ketibdi. Ondan shu hech kim yo'q havoga qarab, meni kechirgin, men qasddan qilmadim, meni kechirgin deb o'sh bir kechirimlarni so'rab ketibdi. O'z jaloqishib, titrab, og'izdan ko'piklar yong'il turibdi. Bu ahvollarni ko'rib, bu o'quvchilar shunda qo'rqib ketibdi-da. Onda o'qituvchisi bu bolalarning hammasini sinfga kirgizayotgandan keyin u qizning ota-onasi bilan aloqalashib, ota-onasi bu qizni elib uyga ketibdi. Shuningdan keyin toki to'liqsizni bitdagicha u qizni ko'rib boqmabdi. Bu ish to'liqsizning ikkinchiligida yuz bergan ekan. Keyingi 1 yil u qiz maktabga kelmadi degan gapda, keyinda nima ishlar bo'lib ketganligini uqmaydi ekan. Mushta bir g'alati ish yuz bergan ekan. Bu birinchi hikoya. Ikkinchisi bek sirliq bir ishga mening faqat qo'limda o'tmadi. Bu hikoyani shu ishqirda o'qiyotgan bir inimiz so'zlab berdi. Ikkili ishning yuz bergan vaqti shunchalik aniq esidika. Buning birinchisi 2021-yili 10-oyning 27-kuni tugab, 28-kuni kirdigan kechada yuz bergan ekan. U vaqtda maktabda yundo'xuy o'tkazayotgan ekan, bu bola shu bir necha turlik tantarbiya faoliyatida qatnashgan ekanda. Shuning bilan u 27-islar shunda charchab ketib, odil yotoqqa kirib yetib uxlab qopti.
Yerim kecha bo'lganda u ham bu yoq o'rlaydisi bir xil o'rlanmay bearamchilikda ichi pushib uyg'onib ketibdi-da. Shunda ko'zini ichib qarasa, o'zining karvutida o'xshamaydigan bir bola yotgan-ekan. Putini mobilning besh tarafga qilib ta'tirsiga. Shuning bilan bu bola, "Voy sen kimoni mening karvutimga chiqib olding" deb u qarshi tarafni uyg'otibdi. U bir yo'ldosh bola. U bolami ko'zini ichib hayron qilib, "Mening karvutimga sen chiqib olsa, bu degan mening karvutim" deb gap talashib qopti-da. Shunda qarasa, bu yotoqning ichidagi iliq karvatning o'rni dal shu bolaning karvatining o'rni. Yo'q, sen meningki chiqib olsa, sen meningki chiqib olsa deyishib gap talashib, oxir bo'lmay iliq yo'ldosh bola. "Sen qancha nomerlik yotoqda yotading" desa, "Ma bola 413 nomerlik yotoqda yotaddim" debdi. Degandikan qarshi taraf, "Va degan 313 nomerlik yotoq, ishonmasang chiqib qarab boq" debdi. Ma bola ha ma'qul deb taloq chiqib qarsa, haqiqatan 313 nomerlik yotoqqa. Shuning bilan qanday bu plastik yotoqqa tushib olgandimi deb o'zining kallasida o'tkazolmay bir xil qo'rqinch besib qopti-da. Asta menib 4-qavatga chiqibdi. Bularning 413 nomerlik yotoqi endi koridorning bir beshidagi. Koridorning eng oxirida bir o'birni borga, o'birnida o'tgandan keyin andan bularning yotoqiga kirdik. Koridorning bu beshidagi palampaydan mushta chiqqan betim menib shu o'birniga yaqin kelganda, o'birnining ichidan iliqi bir yo'ldoshlarning yuziga oppoq bir narsalarni surkab, qip-qizil sayğonlarni surkab, qinliq kirim bilan aytadigan bir naqshisi bor-ku. Ha, o'birnining ichidan dal ashunda naqshining ovozi anglanayotgan ekan. Bu bol o'birnining yiniga kelgancha shu ovozni anglab, shunda badani tikanlashib ketibdi-da, shunda surbesib ketibdi. Yo birasi telefonda mush naqshni qo'yayotganmidi deganlarni o'ylab o'birnining ichiga kirib yiqibdi. O'birnining ichiga kirib qo'l juydigan yer kelganda, hiliqi naqsha chippida to'xtab qopdi. Shuning bilan texim surbesib ketib, yugurab yotoqqa kirib yetibdi. Ertasi bu bola bir kunlik faoliyatini tugatgandan keyin udul jiyan qo'shib kirib, "Oqshom ishta ishlar yuz berib ketdi, endi men bek charchab ketib jo'yilib ketdim, bu yoq qanday bo'ldi? Mushni bir ko'rib boqqan bo'lsaq" debdi. Taki bu bola shu 27-yillar 413 nomerlik yotoqqa kirib ketgan yerdan boshlab keyin yondirib qarabdi. Qarsa bu yotoq kirib ketgan petim chiqmagan ekan. Oradan bir 2 soatlar o'tgandan keyin 3-qavatni ko'rib turadigan Jenkonga qarsa, bu bola 313 nomerlik yotoqdan chiqib 4-qavatga o'zining yotoqiga kirib ketibdi. Ya'ni orliqdagi bu bola o'zining yotoqidan chiqib, pastdagi yotoqqa kirib ketgan ko'rinish yo'q ekanda, beshida endi bu vaqt bek uzoq bo'lgan ekan deb keyingi ishtik yondirib ko'ribdi ekan. Keyin ko'rinish ko'rinmagandan keyin u ko'rinishni ko'zdan qochirib qo'ygan o'xshaymiz deb ostiltib, mushtoq tikkilib qarab turibdi. Lekin rostilla bu bolaning o yerim kechida o'zining yotoqidan chiqib, xalqning yotoqiga kirib ketgandiki, hiliqi bir bo'lak ko'rinish yo'q ekan. Bu ishqa jiyan qo'shnidagilar shunda hayron qopdi. Bu bol o'zim kallasida o'tkazolmabdi. Anadagi sog'doshlariga bu ishlarni deb bersa, ba'zilar ishongan bo'pti, ba'zilar ishonmabdi. Andan boshqa ishlar yuz bermabdi. Bu bol Mayqayni bultur 12-oyning 10-kuni men avatib qo'ygan ekan. Izchil ko'may unutib qopdimi? Hozir anglab sizlarga so'zlab beryaptimi? Osh vaqtda ikkinchi ish mushu 12-oyning ichida necha kundan oldinlam yuz bergan ish deb. Hozir bu bola ishqirdagi bir tash yo'l qo'ygan. Bir dam olish kuni do'stlar bilan o'tirib, azroq graduslik bir narsalarni ichib olib, yotoqqa qaytib kelibdi deb bek ig'ir masmu emaskan lekin. Azroq besh qayg'idek darajadagi. Ondan karvatiga chiqiblam uxlab qopdi. Yerim kechida hojatxonaga chiqqisi kelib uyg'onib ketibdi. Shunda ko'zini ichib qarsa, bu yotoqda hech kim yo'q, butun karvatlar qop-quruq ekanda, o'z yotgan karvatmi mush taxtay bitimga. Ash karvatning eng beshidagi taxtay olti bor-ku, ash holatlamka uning ustiga shunda topika. Bu bol ko'zlariga ishonmay men nima kelib qoldim deb shunda hayron bo'lib birda o'tirib qopdi. Ondan bir xil qo'qis kelib asta palampaydan pastga tushib, yotoqning eshigini ichib sirtqa chiqibdi. Ularning yotoqining yon tarafidan talon ko'gil bo'lgan deriz borga. Bu bol yotoqdan chiqiblam shu derizdan taloq qarabdi. Qarsa shunda igiz bir qavat ekanda o'zi. Aslida bularning yotoqi 2-qavat ekan to'q. U taloq qarsa undan bek igiz ko'rinmaydi ekan to'q. Voy bu nima shu ketdi men qancha qavatda deb u yotoqning nomeri qarsa 600 nechinchi nomerlik yotoq ekanda, ya'ni demak 6-qavat ekan. Bularning yotoq binosidagi 6-qavatda odam turmaydi ekan. Bütün yotoqlari taqoqli holatda turdi ekan. Hech qanday bir o'quvchi bir zerikib ich pushibmi bu 6-qavatga chiqib qolmaydi ekanda, shunda bir odam oyoq bosmaydigan, hattoki zallarni to'pi besib ketgan ashuna bir qavat ekan. Bu ishdan bu bola shunda qo'rqib ketibdi, yugurib pastga tushib yotoqqa kirib jimit yetibdi. Ertasi bo'lganda savdoshlarimga desam bu gapga yo ishindo yo ishonmaydi deb jiyan qo'shniga kirib, mening mushta bir narsam yo'qolib ketdi. O'zim bir ko'rib boqqan bo'lsam deb jiyan qo'shnidagilarni hamma qilamiz o'zim ko'rib ol deb qo'yib chiqibdi. Bu bola o'z yolg'iz o'tirib bu ko'rinishlarni tekshiribdi. Qarsa yana o'xshashlam bu bolaning yerim kech soat manchi bilan
Azroq beshi qo'ygan holatda o'zining yotiqiga kirib ketgan yeri borka, lekin u yotoqdan chiqmabdi. Ma bola ilk 6 qavatdan pastga tushib, ma telefonning soatiga qaragan vaqtida Beijing vaqti soat 5 dan necha minut o'tibdi ekan. Bu bola toki shu ikkinchi qavatdagi o'zining yotiqiga kirib ketgan vaqtdan boshlab, shunda izchil qarab o'tiribdi. U yotoqdan chiqqan yeri yo'q ekan. Ondan 5 dan 10 necha minut o'tgan vaqtda ustungi palanpaydan tushib, o'zining yotiqiga yana bir qitim kirib ketgan ko'rinish bor ekan. Ya'ni oldingi qitimga o'xshashlam qanda bo'lib o'zining yotiqidan chiqib, u 6-qavatga yotoqqa chiqib qolgan ko'rinish yo'q ekan. Mushunda xaliti ishga yo'liqib kelyapman. Bu mening ikkinchi qitim yo'liqishim deb bu hikoyasini biz bilan o'rtoqlashibdi. Mening kalamdan faqat o'tmadi. Men bunday hikoyani anglab boqmabdi ekanman. Hikoyani anglayotgan to'rdoshlarning orasida mushta ishlar yo'liqib boqqanlar bormi? Bor bo'lsa bizga o'rtoqlashib bersanglar, hikoyanglarni